yalan etçoy. Mollu Zeydin seley çakan. Çayxana kirmeyelim abi. Samkamdan çakçakları. Hamşey uludu. Mollu Zeydin seley çakan. Samkamdan Rasteysi. çakçakları. Assalamu alaikum çayxanımızga qadam basqanlar. Inaqlıqni tumar qilib asqanlar. Köngüldün köngülge dostluq urug'ini chashqanlar. Didar g'animat, qani çaylarga marhamat. Qani çay qilishqaylar. Assalamu alaikum çayxanamızın aziz mehmonlari. Kelgan qadiminglarga merhaba. Assalomu alaykum urug' tuqqanlar. Men sizlarni qarshi elib turibdiman. Sizlarni kuldagili muhabbatli qalbimni bildirishga tayyor turibdiman. Çayxanamız qaynaydı, naqsh qo'shaq parangda, muhabbatlik çayları yüreklerge yaqqashqa. Telefonlari Oppo'ning bo'ldi anga tajdor, yana Kamron shirkati talab qilib turg'ashqa. Mötever baş əgimnin kiyimleri yaraşdı. Sırdışımni issem dep heves qilib qarashdi. Çay quyğili sizlarga bizmi keldik Lilladan. Lilla noni şerbeti kem emasdir tilladin. Ha, rahmat. İsile. Bugün gül üstüge gül qo'shilgandek kishi oldu da. Ras. Aziz mehmonlar, bugün çayxanamızga diyarımızdaki golluq karxanchilarning biri bo'lgan Lilla xalqaro sotsial şirkati biz hammamizga çay quyib o'tiribdi. Bu biz çayxanamiz uchun nihoyatda xo'shal bo'ladigan bir ish. Rahmat. Shundoq Mötverka. Çayxanamızga el avamning ishtiyoqi va hurmati cho'nqur bo'lg'achqa, hozir har qaysi korxonchilarimiz kayni-kaynidan çayxana ahliga dasturxon silib, choy quyib, mana xo'shallik barliq kelyapti. Şundak Abdug'ini mana bugün çayxanamızga Lilla şirkati mehrchini quyib turibdi. Şoňa hammamizning qalbimiz xo'shallikqa, nurga to'lib turibdi. Qanday mehmonlarimiz Lillaninki quygan isil sharbatlik çaylarga daxil bo'lgaysizlar. Marhamat. Xo'sh, marhamat. Mening itim Lilladan, jabduqlari tilladin, manga nisb bo'lami onar yuzlik qizladin. Allah'ım ya. Dedim ko tutudu bunun dep. Nisb bo'lam bo'lmasmi? Buludu bo'lmamdigan. Belen gaplarni qildan ukam. Sen bizden isil gaplarni qildan bo'lib ketparsan juma yaqindan beri. Muttilla efendimden bir ishga gapini anglashtirdilar. Ha, bo'lgan gap bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugungi mushu çayxanamızga hammalarninki qimmatli vaqtdan chiqarib kelganinglar uchun ko'p rahmat. Bizningki Lilla şirkatimiz 2009-yili 1-oyning 11-kuni Şinjan axborot zalida yopiq ichish murosimi bilan boshlandi. Asosiy mahsulotimiz mushu noni mahsuloti bo'ldi. Hamda bu noni mahsulot Şinjanga nisbatan yangi bir to'yga o'z vaqtida hech kim berga akirmagan yangi bir to'yga edi. Şirkatimizdagi qobil kishilarimiz bilan Şinjan bozori va O'rta Osiyo bozorini ochdik. Endi bu nonidan iborat bu yangi to'yga yoki yangi bir atalg'iga nisbatan xalqimiz nasibida bir tushuncha hosil qilamagan bunda qiyin bir sharoit ostida bizga taraqqiy qilishimizga, tashviq qilishimizga nihoyat kuch ketdi. Endi bu noni zodi nima ekan deganda, noni aslida shu Amerikaniki Havay orolida o'sadigan, uningdan boshqa Tinch okeanniki Polinesiya orollarida, Tayvanlarda, Kambodja qatorliq dengiz bo'ylariga shu yanardaq portlagandan keyin hosil bo'lgan tuproqqa tabiiy ungan bir yov meva ekan. Endi buningki 1951-yildan boshlanib, Amerikaningki shu Solomon doktor qatorliq olimlar sho'rlarni qizirib tadqiq qilish jarayonida shu nonininki 4 yil faslda boshqa mevalarga, boshqa o'simliklarga qaraganda ko'kirib turadiganligi, 4 yil faslda meva beradiganligini bayqab, buni tadqiq qilish jarayonida 150 xildan ortiq mineralli moddalar, vitaminlar, odamga foydali nurg'unlagan narsa chiqqan. Uningdan boshqa hech qanday yemaklikda bayqalmagan zeroin degan bir modda ko'p bo'lib, %40% egalligan. Endi bu modda zodi nega foyda qildi deb tadqiq qilish jarayonida odam badanidami shu modda bo'ladi ekan. Mushu modda kamlab ketsa,
odamning immun kuchi tugallaydigan, oson kasal qabul qila oladigan. Agar shu modda ko'paysa, immun kuchi yaxshilanish orqali, qon tozalash orqali odam nurg'ilgan kasallikka qarshi turib salomat turadigan, mushunda bir mo'jiz xarakterlik bir bayqashni bayqagandan keyin o'z diyoridagi shu fan texnikada yuqori bir darajaga erishgan olimlarni chaqirib, bu ilmiy dalilni dalillagandan keyin u kishining nomi xili yuqori bir o'rinlarga yozilgan va tushgan. Shuningdan keyin taraqqiy qilgan davlatlardagi muhim bo'lgan mushu masalan aeroplan uchiqchisi yoki bo'lmasa mutaxassislar degandek muhim bo'lgan kishilar yoqtirib ichadigan bir ichimlikka yoki sharbatga aylangan. Hamda diyorimizga nisbatan bu noniniki Jungo'ga nisbatan kirganiga 12 yildek bo'ldi. Xinjiang diyoriga kirganiga 11 yildek bo'ldi. Shu vaqtda men Xinjiang diyoriga tunji qatim shu nonini akirguchi bo'laman. Shu sabablik bir yangi uqum bo'lgan sabablik endi bu birga eng organik darsiga yetgan bir ichimlik kildiga yeri uzun bo'lg'ashqa biz buni azam bahada xalqimizga ta'minlab bo'lamadik. Shuning uchun buning bozor ishimiz tas oldi. Endi buningda bir bo'shliq bor. Bizning xalqimizningki oziqlikqa, o'zini asrashga nisbatan bilimlari bo'lgan bo'lsa-mu, lekin yetarli emas. Shu sabablik bizning xalqimiz kutinishdan burun yoki kasal bo'lishdan burun ichmay, kasal bo'lgandan keyin yoki bir mijoz yo'q bo'lgandan keyin iste'mol qilg'ashqa biz sap 100% qachilmasak, ularga unum bo'lmaydi. Shuning uchun Lilla shirkati başdan oxir sifatni o'rab qachilashni mush organik darsiga yetgan mahsulotning qimmat o'simi akirib xalqimizga tartib keldik. Mushu 11 yilning mobaynida ta hozirgacha bir iste'molchimiz bizga norozilik fikrini bergan yo'q. Biz Lillaliklar xalqimiz uchun sap yaxshi mahsulotlarni mangu taqtishga qo'limiz ko'ksimizda. Rahmat Mutlullo apandim. Bizning oziqshunos Farida xonim o'tiribdi. Mushunga nisbatan azroq bizni tag'in bir ishonchiga bir erishtirgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, choyxona ahli. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Sog'lom yashash muvaffaqiyat, sog'lom yashash bir xil baxt, sog'lom yashash o'xshashla zo'r bir boylik. Hammamiz sog'lomlikqa, salomatlikka intayin ko'ngil bo'lyapmiz. Salomat bo'lish uchun oldi bilan biz chuqum oziqliqlarni muvaffaq darajada qabul qilishimiz kerak. Ya'ni oziqliq degan vaqtida biz qabul qilish tegishli oziqliqlar 6 xil bo'lib, oqsil, may, karbon suv birikmalari, vitamin, mineral moddalar va suv qatorliqlardan iborat. Mush xil 6 xil oziqliq badanga muvaffaq darajada simirilgan vaqtida badan sog'lom turadi. Oziqliqlarning muvaffaq bo'lmasligi, uningdan boshqa biz yashayotgan shu klimatdagi o'zgarish, suv, yemeklik qatorliqlarniki bulg'unishi, shundaqla shu bizningki ruhiy psixika, ya'ni shu ruhiy jihatdagi sog'lomligimizniki yaxshi bo'lmasligi tufaylidan inson kasal bo'lishga boshlaydi. Muvaffaq darajada oziqlanish, ilmiy oziqlanish, shuningdek shu ruhiy psixika jihatlardan sog'lom bo'lishga alohida diqqat qilish kerak. Sog'lomligimizga faqat o'zimiz mas'ul bo'la olamiz. Hammanglarga salomatlik yor bo'lsin. Voy rahmat. Buvamdan anlagan bir kichik bir hikoya shunda beraymi ya? Bir danışman buvay yishining cho'ng bo'lishiga aksib balları varken bir nasihat qilay deb makilan balları xo'shdi da desa suv kagichi to'g'ansa voy dada bilyapmiz. Endi bu maqal tamsilni, bu hikmatli so'zlarni biz anglagan. Sen bu gapni bizga davr ekansiz degandan keyin bir chinini tutib choy ichayotgan dadisi taz g'azab bilan igiz ko'tarib yag urdi ekan piyolani. Tang chaqilib ketgan. E'lon piyolani. Ha, deb oladi ekan. Ma piyolani aksiga kelinglar. Oliy darajalik ilimlarni ekilib ishiltib buni yemlaydi ekan. Yemlagan ekan. Aksi keldimi? Desa bir cho'ng o'g'li bor ekan, sen aqlliroq. Chapludoq dada. Shakli o'rni kelgan bilan iz qolib qoldi, ammo chiqilmagan holatiga kamiki tas o'xshaydi. Mening sizlarga suv kelgicha to'g'an sal degan gapim naqmish. İnsanlarning hayoti xuddi piyolga o'xshash. Biz chiqilgandan to'g'an sanmay, chiqilmagan vaqtida mushning chiqilmaslik uchun sabab ko'rsatsak, kasal bo'lishning oldini olib sog'lom yassak, bu chini mangu chiqilmaydi, bijirim ishlatgani bo'ladi deb shunda bir ta'lim.
Ya bana Mötver aka, bu şu hikayenin acayip temlik, acayip vayığı yetkizip isil sözleydiğin bulup git varsız cuma. Aşı Lilla noni içimde gidin öz kolan bilen sizge moş bir istakan kuypaymışsam bu diye. Hem de bugün çayxanımızga bizden eli diyardan köz görüngen talantlık çakçakçımız, kızlıkçımız Yakup efendime ultraptı. Şuna bir yumur çakçaklarını hazırlamak. Bu Yakup mu? Yok, deyvet. O mantık bunu noninin dere kokşu edip durdu. Bu ilki yanartan yok yedi ki onu. Ağzı karab yanartak muşok şeyler. Biraz Simon Saut'un kışıdık noni yedim. Ben yanaltarak olsam adlı öpçürenkin onu ünlüp getirdi. Bapta anda olsa Ağinamdaki noni şirketininki bununkin terek kılış için, bereket tepiş için ve kelgen hürmetlik mimarlığa ve bir 3-4 yumur depreyim mi? Ay, karşılanmaz. Hoca bizninki yezlada emmiyede burun caylık yekis biretti. Bir modon 8 ponu 7 pondun. Hem ballarını öylesek o vaktada azır kış yok kettik o. Lık soğumut uğrap sonunda topuğuyla tam kopurup üy yasattı. İşte ben 3 kızı üy sanmakçı olup tam sokuduğu adam tapamay, hansı o hazır kirip işlemçiden bir 7-8'ini iyip çıktım. 3 kızı üyünün timini sokkuzum edip. Bolap belsem 4 günge kalmayla 3 kızı üyünün timini kopurplu yutuptum ne? Yakup da hisabatını kılıp yitirler, üyünü kopurp olduktan ne dedi. Ya bu 3 kızı üyünün timini 3 gün 4 gün dul kopurp olduklarına kanda soktuğunlar timinler ne? Dizem tekşirep bakamsa dedi. Boldu dep jirakta oturup tam jurap sındak isilpil çıksam ol qandaki gömürülüp çıktı da. Ya maçta soktam mı kalktam ne desem birisi teli yanı var ki deriz ki gayet ya dedi. Hansı hazır ketip alsam bir adaş bir javur suğa çok edek yağışın uçtu kamakını esi yaptı çıla oturdu. İlindi de çıla oturdu ba. Sonra keplam karsam su diye işnim yok. Bakınığımda onu okup ey desem dedi. Bu javur kisiyon diye işnim bulmuş nimi ilindi. Kalıdın ketmi gelse desem. Yakfada hazır ilinini gösterip koymuşanga dedi. Yanı çılılıp ilindi dep turadı. Yolun uçutu da ak köngül bir ağinam aşağı çattı. Yakfada 3 saat 4 saat oldu ama şu biçare mişadı ottağını kosuğum aşkanda emeğe kirip bir taksir langmen bir koyayı bununla dese avu kamakını çokunun uçuğu uğrayıp mankarap ilinam dike dedi. Hem yeri biz çıp ketken pakırar taz deymiz de ne? Bu 500 göğüt çaştım izini yiyip kiyipti bu. Kiyip deyyağı bir oturuşta cıkırak içip koygan mı? Kızıp git deyyağı cemden için de yağam çaş bir şeyde. Birli başı kırıp çıksa çaş yok. Karşı ikit bakam, taz üzüp bir nak karsa bir çoğun kaynan bakenda pekirip kirkit bakam. Keynigil karapında karsa çaş mırtıl kıplı kaynamı kirkitti. Çettigi çıkıyla taz olsam mı yakşın mı? Bala kazar çarşıyla ketti deydi. Bir adaş ölünüp 2 yıldan keyin ayalı özgürüp sen naçar çıkıp kaptı da. Dige yerden çıkmaydıgan terpige ötüptü. Ötüp bu ayalıqda etki xoton seni ağını 2 yıl oldu. Sen yaraştın mı manga muşu uzun yılını altışmağın bir çişim mırtlık çıkıp kaldı kara. Dese ayalı. Vay akıl çıkıptı sizge. Hem de akıl da hop gitti sizge dese. Muşu çiş seni amığa vakti çıksın mamda dedi.
Ay rahmat rahmat. Yoqib amma esil yumurlar so'zlab berdi ko'pdan ko'p rahmat. Adlaka. Xo'sh. Bugun biz ama çayxonamizga shu ballarimiz arasida chaqnayotgan kichik bir cho'lponimiz kelib qopti. Aqshan bu qizimizmi quruq kelmidi? Men bir so'rab baqaymi? So'rab baqa. Assalomu alaykum qizim. Yaxshi. O yaxshi. Va alaykum assalom deganida. Opamiz bilan bugun shu çayxonamizga choy ichkilik keldingizmi yoki bilan so'g'a g'ash keldingizmi? Men mushu Natasha başlagan mushu naqshimni so'qil keldi. Uy, nenda yaxshi. Qaysi naqshni o'rlab bersiz? Ana Tildimar, ata Zulfiqar. Uycun, otanızga bağışlap etipsizdə qızım, hə? Ha. Anlasam yaqında çoğun bir iş qılmaq işkənsiz o dəb verələmsiz? Dəbirmə. Dəb verirdin, hə? Kişilikimi tayarlıq qılıvatı mən böcüm müsabaqağa. Oo, Onda qısa çayxandakı dadaş apaşlarga, mehmanlarga hazırqı degan naqşınızı o'rlab berən, hə? Ma'qul. Davasa mehmanlarımız bir alqışlayıb o'taylik. Ana tuza tıltuma. Peseke küsi yermu. Ana tuza tıltuma. Peseke küsi yermu. Ata tuza suka. Kırıkta başı yermu. Ata tuza suka. Kırıkta başı yermu. Annelerinin koy gözü. Kıçıl kılar kişini. Atilanın yolsuzu. Akartal taç içini. Annelerinin koy gözü. Kıçıl kılar kişini. Atilanın yolsuzu. Akartal taç içini. Ana diye tıltımar, ata diye zulkar. Ana diye nem güzel, ata diye medetkar. Ana diye gam güzel, ata diyen medetkar. Ya Abdüqeni bayatını ya bir gepim ba deb ketib bortding, mushtoqdi demamsan mana. Ya Gipkam zaten nem demekçi de. Gepim ba aka, gepim ba. Yani şu yeni çıkan konu gep qarangmı şu çayxanamızın soğusunu berivetsek demekçi men Oy, başka. oy. Munda Abdüqeni esimizde sanmasa. Soğardan darga Mühim berip gep na o. Boludu. 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 Onda olsa çayxana soğumuz ozoruңlады bolsun. Apam ben geldim. Apa, Canım balam. apamın senet institutu ötüptü mü? Uy, nimdeydi kansa akıllı balam. Canım balam. Canım balam.
Özünün arzusunu əməlgə aşırıb sən dadanın ümidini axlapsan. Rahmat opa, rahmat. Bala, əmdi gitar çalı məndə. Dərslərin qapqamısın cümü Yo, xotirjam bo'ling opa, hargiz uni qilmayman. Yaxşı oldu. Yaxşı oldu canım bala. Xoşalına bala şu. Rahmat opa. Bala, o məktəbki o'qish puliga qancha pul ketadi? Maktab o'qish puli ancha jiq emas. Ancha jiq emas. Yo'q, ancha jiq emas deganing bilan canım bala. Qancha pul kesadi bala? Opa shu 6600 qo'y ketadi ekan. 6600 qo'y az pul emas. Men mushundaq yozsam, putim tek og'riq tursa. Buncha ola pulni biz nereden topamiz canım bala? Ko'nglingiz yo'qmi opa? Maktab kirib olsam ham bir yoqdan ishlab, bir yoqdan o'qib, men o'g'il olgan keyin pul topmayman. Deganing bilan canım bala. Shu dadam bo'lgan bo'lsa, Ko'nglingiz yarim qilmang opa. Men muallim bilan ko'rishib o'zim amalni qilsam bo'ldi. mahalla komitetidagilar mening og'riqligimni bilgandikin ularni qarab turmas canım bala. Men heyliqi mahalla komitetidagi qizga telefon berib baqay. O qiz nima deydik? Amalni qilamiz. Abaras, maaşım çıktı. Voy, nima deydigan sen canım bala? Qancha pul maash olsa? Şunu koy. Shuni qo'y. Aras, avu aholi komitetidagilar shuni qo'y akiribga o'qish pulingga yetib qoldiga o'xshaydi canım bala. Ya unda ne hazır altını koyup da satmışlar. Bu g'imimiz mi tugaydigan bo'ldi? O'qish pulini yig'iman deb sirtlarda ishlab ko'p japa tatib ketding canım Ya bala. kayapa, unchik japa, o'g'ilman nisbatan jiq japa emas apa. Bu kunlarni o'tib ketdi. Her bir ishni lillo qilish erning burchi ham mas'uliyatidir. Nonining turi to'la. Men ishonganim Lilla Noni. Lilla Nonining lillaliqiga chin dilimdan qoyilman. Bu yilqi eng esil sovg'a Lilla organik noni javhari. Lilla nonisi mening boylig'im, borlig'im ham boylig'im sizlarning salomatliginglar uchun tasadduq bo'lsin. Saqliq ming tillardan a'lo. Mana bu Noni Bala. Necha kun bo'ldi televizordamış Nonining e'lonini beryotdi. Qon tozlaydi deydi. Mening putimning og'rig'i shu qonning ishi bilan bo'lgandan mush noni sharbati foyda qilib qolarmiki deyman canım balam. Balkim Juma opa. Unda shundoq qilaylik. Men at kirib bir surishtirib boqay. Ma'qul canım balam. Yaxshimisiz? Noni lazım edi? Ha, opam bu noni ishimlikini olay degandim. Qancha pulda? 350 qo'y. Ya, Basimi qo'y. bu da zaman bir qarab boqay.
Apa? Noni keldim. Nonin oxir ekepsanda. Hazır anlap kuyup bere ya. Oy. Kime? Apana başak yedi akşam ya. Kuzulman, al yakşıma. Kayıt şemalı çürüp geldi. Oy, şu noni. Vay çayxana degan moshunda qaynab tursa, mehmonlarning oppo telefonlari sayrab tursa, ha, nim degan yaxshi. Ha, Motilla aka aras bir narsa so'raydigandim men-ku. Mushu mahsulotni, ya'ni mushu nonini setib olganlarga alayda bir e'tibor berish faoliyati bor da'vat mumkin bo'lsa, ashuni bir tushuntirib qo'ysangiz, men kelar hafta bir qo'ljiq bordigandek turma cho'nglarga bo'lib qolsa, ash faoliyatga duch kelib qolgan bo'lsam, biz qarab og'ash ketay deyman. Ashuni tushuntirib qo'yamsiz? Bo'ldi. Menikini sang beri dadang ağaç gider. Mayli, cuma. 2011-yili mushu Medeniyat Bo'ston programmasida xalqimizga bir va'da bergan. Va'damiz mushu ham ashyosin biz ko'proq ekilish orqali mush xalqimizga azaraq qilib bir taqishga bir mas'ul bo'lmaydigan va'damizni ta hozirgacha amalga oshirolmay kelgan. Hamda lillah gap qilsak, hammamizning xayromama 2 yilning mobaynida dunyo xarakterlik savdo chekindi. Shundan bilan birga buni ham ashyosidan azroq bir o'zgarish bo'lgan sabablik vakolatchilarimizning oladigan foydasi, shirkatning oladigan foydasidan azroq ilib, hamashadan azroq qilib uchini birlashtirib, necha yildan beri bizga choy qo'yib kelgan xalqimizga bizmi bo'sha qitim bir nonni bir e'tibor faoliyat qilish orqali bir choy qo'yaylik degan maqsadda biz mushu bir e'tibor faoliyatini o'rlashtirdik. Ajab yaxshi. Unda olganda bundan burun mushu 450 ko'yluk nonnini ilayotgan qarindoshlarimizga 245 ko'yluk 500 grammlik nonnini haqsiz sovg'a qilamiz. Voy. Ha bo'ldi ekan. Yana birisi bu 780 ko'yluk bir nonimiz bordi. Mushuma? Buni 350 ko'yluk yangidan chiqqan inizm nonni mahsulotimizni haqsiz sovg'a qilamiz. Agar o'xshash cho'ngdan 2 butulkani olganlarga o'xshash mahsulotdan
bir botilkini soğat qilamiz. Ha, ma bo'ldi ekan, ma bo'ldi. Ha, demak men ikkini alsam, bir so'g'an kek 3ni yeb ketsam bo'ldi ekan. Dadam bek yoshirib ketmasin deyman, o'ldim deb turib oladi-chu. İkkini alsang, birini qo'shib berdi, ikkini qilib birini setib olsang, yerim bahadagan bo'lsa. Ya vallahi. Adilmeci Tomay soğudu oldu adamda. Tamsı yaktım oxşutup, yep bakkılı kim geldi? İşkişingil gipini, dep bakkılı kim geldi? Uy, kaptı. Sonradan qaytib ko'chama kirsam, xuddini o'qimaydigan bir mas dumni chipdi-da. Yüz gözden mayakka, patqaq, kiyim-kechak degan patqaq uqmaydi bizda. Mashinadan chiplib qarsam, adam yetibdi. To'xtab turar, o'ylab qolmagandi bu. Deb beshini gecesidan tuturib, "Ey, bu yerda yetibsan-ku" desam, "Haraqning kuchili bu mening ishim" deydi. Sonra seni uyingga olib qo'yaymi desam, "O sening ishing." Taqdim bir iyiq yo'g'an bir iyiq kechib chiqdi-da o'yga. Tushsa bir dehqon tutib olibdi buni. Voy, yomon qilsa. Tag deganda bekağı çöp yeyse, ne doğru darmallar var, uni yeyse, bekağı çıpsa, gan qo'noq buğday terib etdik bu yerga. Endi hech kimning narsasini yalanmaysa, seni aydaydi desa, ondan so'ng meni qutqizib, bir yo'lbos qo'g'lab ketdi, yetib keldim tag'dan. Deptike dehqon qutqizib oladi seni. Deb bunda olsa hech kimimiz bekağı yursak bo'lmaydi. Harakat qilinglar. Qanday harakat qilamiz desam, men dehqon, seni so'qoq qatma. Sherik dehqonchilik qilamiz deb, ya bu qiting deb yo'g'ay yiqni so'qoq ketib, dehqon 20 mo'yana deb buğday terib olibdi. Buğday pishib taqto'ga vaqtida iyiqni chaqirga, iyiq kela. Ikkimiz sherikda do'st hisob tursin, men bichat qilib oldilar. Boshvoyan olamsa, to'yini olamsa, desa nafsiyama iyiq, qarshi boshvoy kichikdam tug'an to'yini oldi. Deganki, "Ala" dediga qishgacha deqa oppoq to'g'ash yeb chiqdiga, iyiq pushildab samoyib chiqdiga. Shu iyiq dediga, "Esengi bu meni qo'yib ketibdi. Eseng dehqonchilik qilib qolsa, tegi tarafini, to'p tarafini olmasa, ziyon tatib ketdim." Deganki, iyiq keladi deb so'qoq kelganki, dehqon so'qoq ketib, 50 mo'yana haydab, yong'yo terib oldi. Yolda yong'yoqdan ko'kimda to'qib bo'lsa kelganti iyiq kelar, do'st hisob tursin, men bichat qilib oldilar. Tegini olamsa, to'pinimi? Desa, bulto tegini ilib ziyon tatqanda biz to'pini o'rib olaylar. Davla kökünü ona beriyetken tegid yong'yoqni dehqon qo'lab ilib oldi ekan. Yonni ziyon tatibdi. İyisini kela iyi desa, shoxda qilib ishtim surib ketdi deydi. Bu o'ylashyapti, iyi qilan savdo qilib ketdi. Ya iyiqni so'qoq ketdi, bu nonni terib olamsa. Tügünü uyuyavalsa uçsan kalıdı. Onu yerin oynayıp gitip kaz gangavı yıkını çıkarı koysa. Hizmet konuştu oğlum dep çayakalısı da. Keyne de mayaktı katta ilansa ma tötü dümmüsün kıpotağını kara. Elan bilan ama ilandan hemmisini toluk görüp atkının şu 8'i. Mayak bulduk ama ne kadar? İşte yakın onunu koyup joz yok ya da oturmuş. Lep isip git pasa kara senin. Çapanı senin mi? Günden gün tepeki pütmeyen çapanını giyip. Çayda bizge kopqan nonini üzüşçü verdi. Kıymetli mesafında kıymetli sen işime.
Bu şeyler ayıp kıyas ya. Lobellerini tünüp aldın sen. Ya bular ya 4 ayal 4 er. He. 8 yugurek kesme kana kılım. Ma oturluk dikim hazır arallı oturdum kalastik vacı. Birisi kızıl galastik, birisi kar galastik öyle oturup ketkende kara. Toksimde. Hep oğulaydıgan sımla var o. Ay yine dikisi fakat galastik öyle koşuyor kaniki. Akara bir muyadı bunu var ya ona. Anakı tumu tegise meye dememse kelkin basın. Aa yine misin meye dikim men bablike ya. Biz kızım çıkıp gitmesin der kunum kiki oldu. Assalomu alaykum choyxona ahli. Bayatdan oyog'i men shu sog'lomlik haqida bo'layotgan nurg'un so'zlarni anglagandan keyin meningmi choyxona ahliga ikki og'iz gap qilgim kelyotidi. Sog'lomlik dilning pokligi, insonning xislati, fazilati bo'lsa, sog'lomlik insonning mushu dunyodagi podshohligi, shundaqla insonlar qadimdan tortib hozirgachilik qo'g'lishadigan, orzu qiladigan mangulik bir tema. Endi men mushu sog'lomlik haqidagi narsalarni anglagandan keyin bizning keng ayol qarindoshlarimiz ko'z oldimga kelyotidi. Agar shu ayol sog'lom bo'lsa, yashanganlarning, ota-onalarining, qaynona-qaynotasining xizmatini obdan qila oladi. Ayol sog'lom bo'lsa, uning yo'ldoshi oilasidan xotirjam bo'ladi. Ayol sog'lom bo'lsa, uning farzandlari baxt ichida yashaydi. Demak, bir ayolning salomatligi, bir ayolning aql parasti, bir ayolning axloq fazilati, bir ayolning odimiyligi 3 avlodga ta'sir ko'rsatadi. Shundaqkan biz ayollarning, ya'ni o'zimizning salomatligimizga ko'ngil bilmasligimizga hech qanday bahona yo'qmikin deb o'ylayman. So'zim bitti. Mötver aka. Hoş. Bugün çayxanamız kelgan bizniki faxrlik çaqchaqchilarimizning ajoyib qiziqarli yumor chaqchaqlarini anglab qong'ich kulib oldik. Endi bugun çayxanamiz mening uni buni deb baqqim kelyapti qanda bir deb baqsam bo'ladimi? Deb baqsam. Bir deb baqqa anglab baqala. Kuldirelerde qalib bo'lsam. Duttar aldım çalay deb, kömür aldım qalay deb, tapqan pulni saqladim, Oppo telefon alay deb. Navat çayları deydi, hasal çayları deydi. Hamma çaylar birleşse isil noniga yetmaydi. Vay. Mutulla akamiz bilan 3 yildan yoqi bizningki korxonchilikninki munbarlarda, muhokimalarda o'zaro billa o'rgandik, tajriba almashtirdik. Bu jihatda bu shirkat davomli cho'ngaydi va cho'ngayotdi. Bunda bo'lgan chaqda mening asosli buning bo'lgan tushanchamda hamda menda bir nuqtani men hamda shu korxonchilikning nuqtasidan chiqish qilib turib, shu Lilla shirkatining taraqqiyotini bir yig'inchoqlab baqsam deb o'ylab qoldim. Bayaqi shu korxona boshqarishning texnikalik masalalarini yaxshi hal qilgandan sirt, bu shu Lilla shirkatini go'yo bir gulga o'xshatsak, bu shu shirkatning taraqqiyotida albatta shu Mutulla akamni qo'llab kelgan oilasidagi, mayli rafiqasi bo'lsin, mayli bolalari bo'lsin, tuqqanlar bo'lsin, mushlarninki hamma jihatdan qo'llashidan ayirib qarmaymiz, shu bir muvaffaqiyatni deb o'ylayman hamda. Bu bir gul desak, shu shirkatning xuddi shu gulninki bargiga o'xshaydi hamda. Uni har jihatdan qo'g'dab turdi demakchi. Andan keyin yana shu gulning yana bir xushbiroq chechib, julalni uchun nima bo'ladi degan chaqda, xuddi shu shirkatdagi ishchi xizmatchilarimiz bo'lsin, hamkorchilarimiz bo'lsin, vakolatchilarimiz bo'lsin, shu tang billa tirishib, billa shu bizningki nonini julalantirib, butun iste'molchilarning oldida shunday bir go'zal obrazga ega qilishda shularning ajridan ayirib qolg'il bo'lmaydi deb qarayman ham. Ha, qani mehmonlar chaylar. Qani. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Assalomu alaykum jamoat. Mana qaraqalar, yaxshi kelibsiz. Qani, marhamat.
Xo'sh, qani, çaydan elinglar. Bugün bizim çayxanamızga ot yürek nakışçımız Emin yazganmı qadam teşrif qıptı. Bu akımızdan nakışını anlamay qaysak, xuddi bulaq beşiği verip su içmey kelgandek iş olmasın deymin ha. Shundoq. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Çayxonamiz qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar. Lilla shirkatining bundan keyingi ishlariga uftuqlik tilayman. Mush munosabatda mushu çayxonamiz qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarning teniga salomatlik tilayman. Mush munosabatda men aziz mehmonlarga bir naqsh o'qib bersam, Şinjan harbiy rayoni san'at umigidan Minaver singlimizni bir parda usul o'ynab berish taklif qilaman. Qani, marhamat. Yiroqdan talminib yurdim. Bo'lib pishqin parvona Acab sır vermeden dilden Ko'nglim vayron qilib ko'nglimda vayrona Vücudum ota aylandı Ebedke güydüreydem sen Vücudum ota aylandı Ebedke güydüreydem sen Kımıl vermey bırakında Azaplar öldüreydem sen Kımıl vermey kırağında Azaplar öldüreydem Sırımlı dermana dilber Sıdım yak sıdımınge Sırımlı dermana dilber Muhabbet eşti çakmaktır Visalsiz ötmesin tel Muhabbet eşti çakmaktır Visalsiz ötmesin tel
çayxana acayip kızıp ketijimo. Rahmat. Oy, hammanglarga köpten köp rahmat. Acayip qaynab ketijimo çayxana bugün. Çayxana ahli. Azroq bir xizmat tufayli sizlardan bir ijozat so'rasam, menga ruxsat bergan bo'lsang. Marhamat. Bo'ladi. Rahmat. Ma'qul. Rahmatjimo, kelganingizga. Kep turinglarjimo. Ma'qul. Rahmat qarindoshlar. Bugungi choy suhbatimiz nihoyatda ko'ngillik bo'ldi. Naqshlarni angladik, chaqchaqlarni angladik. Bo'libmi, bugun Lilla Xalqaro so'z cheklanish shirkatiniki ish izlaridan xabar topdik. Noni mahsuloti bo'lgan tushunchimiz texim oshdi. Demakchimizki, biz bu choyxonada nurg'ulg'an esil gaplarni anglaymiz ham bilib olamiz. Bu yerdagi choyxonamiz bo'layotgan bu suhbatimizni mundaq bir ikki hikmat so'z bilan ayg'irlashtirsak bo'ladi. Dilingning saqligi donoligingdir. Tiningning saqligi podshohligingdir. Tan saqliq zo'r boylik. Rahmat sizlarga. Bugün mening o'sha lazzatli chiyimni mo'shunchalik ichib turadigan bo'ldik. Kelar hafta texmo qanqadak bir ichishkaymiz. Choyxonamiz isil joy. Kelib mehmon bo'lib keting. Yumur bo'lsa Oppo'da telefon qilib deb keting. Mötüver baş əgimnin kiyimini kiyişip, sırdışımni içişip, huzur lezzet ep ketin. Lilla noni şerbeti tunuluptu her joyga, mahsuloti isilken, qaltis iken deb keting. Yani bıraktım görüşkisi altın tininglar aman bo'lsin. Kelar hep görüşeyli. Xeyr xo'sh.